Chilonzor 9-kvartaldan 3 xonali srochniy bo'lgan variantimizni 55.500 dollarga mebel texnikalari bilan sotilyapti. Ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Lokatsiyasi bor, вообще bomba. Bellissimo, shundoqqina rayhon milliy taomlar hammasi bor. Qarang, bu uyimizning birinchi xonasi mehmonxona bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebelinglar shu xonadonimizda qoldirib ketiladi. Keling, keyingi xonalarni ko'rsatib beraman. Bu yoqda mana Xo'p, buni ikkinchi xona, qo'l xohlasangiz bu xonamizni mehmonxona qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yoq tomonda mana buni ko'rsatib keting. Bu asosiy kirish eshigi, yuvinish xonasi hamda hojatxonalari alohida qilingan. Akamiz o'zim yashayman deb remontlar qilib, mebellarni, texnikalarini o'rnatib qo'yganlar. Bu yoq tomonda ikkinchi xonasi, bu xonadonimizni 2 xona, 3 xona qilingan, balkoniga oshxonamiz ko'chirib qo'yilgan. Xo'p, kvadratiga keladigan bo'lsak, uyimizning maydoni 50 kvadrat. Hamma xonasida konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, 4 qavatli domimizning 4-qavatda joylashgan, o'zini parkovkalari ham bor. Tez bosib yuboring, bunaqa arzon variant boshqa chiqmasligi mumkin.